Hammangizga assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videomizda biz davlatlarning bayrog'i o'xshashligi haqida gaplashamiz. Birinchi bayrog'imiz Indoneziya bayrog'i hisoblanadi. Indoneziya bayrog'ining ko'rinishi tepasi qizil rangda, pasti esa oq rangda. Va Polshaniki bunga o'xshash. Polshada buning teskarisi, ya'ni tepada oq, pastda esa qizil rang belgilanadi. Keyingi o'xshash bayrog'imiz Qatar va Bahraynniki hisoblanadi. Ularning ikkalasini ham o'rtasida qirrali joyi bor. Qatarning bayrog'ida bu tomon jigarrang, bu tomon esa oq, Bahraynnikida bu tomon qizil, bu tomon esa oq. Xuddi Qatarning bayrog'iga o'xshash. Keyingi bayroqlarimiz esa Mali va Gvineya hisoblanadi. Ularning bayrog'i bir-birining teskarisi. Masalan, Malining bayrog'ida yashil, sariq, qizil. Gvineyaning bayrog'ida esa buning teskarisi, qizil, sariq, yashil. Xuddi bu bayroqni mana bunday qilib o'girib qo'yganga o'xshaydi. Va keyin Monakoning ham xuddi Indoneziyanidaqa tepasi qizil, pasti esa oq. Va bugungi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.